Rahmeti bo'lsin, barakoti bo'lsin. Bugungi kunimiz ham oxirat ham dunyo ishlarimizga foydali kunlardan biri bo'lsin ilohim. Farzandlarini nikoh marosimlari sabab bo'lib bu moliyaviy ihson deydi, bu yedirishlikda. Bu ihsonlarni Alloh taolo avvalo ulug' dargohiga qabul qilgan bo'lsin. Amalimiz qabul bo'ladi, undan keyin ko'zlangan maqsad ato qilib Alloh taolo tomonidan beriladi. Amallar qabul bo'lmasa, undan ko'zlangan maqsad berilmaydi. Haj qilamiz, maqsad bo'ladi, gunohlar yuvilsin deb. Namoz o'qiymiz, maqsad jannatga kiraylik deb. Bu valimatu nikoh deydi, bu nikoh ziyofati deydi. Shu ziyofatni beramiz, sabab musulmonlar kelib yeb ichib